Ramazonda baraka deyishardi. Qani o'sha baraka. Nima deganing bu bolam? Baraka pulda emas, sabrda. Olib kech oying tezroq. O'g'lim hadeb siqilavermagin. Mana nozimatlar bor-ku, shular bilan ham og'iz yopsa bo'ladi-ku. O'tiring bolam sen. O'zingiz ham choy ichib oling. Yoshim 35 ta. 25 yoshdan kattadan olmaymiz. Xo'p, mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Ozgina sabr qilib turing, qilib beraman o'sha pulingizni. Xo'p, aka, xo'p. Yo'q, ruchlar olishimiz kerak. Desiz. Qara onasi. Anchagina pul ekan. Adasi, buni egasiga topib berib yuborish kerak. Birovni haqqi bu. Yur, ro'zg'or qilamiz. Qanaqa birovni haqqi adasi. ketdi, yur. Ha, ko'rur. Nima bo'lsa bo'ldi, Allohdan dedi og'a. Qancha onasi shuni ko'rib turib narsalarni nima hozir kelaman. Sherzodjon, yaxshimisiz? Softik, assalomu Yaxshimisiz? Qalaysiz? Charchamayapsiz? Salomatmisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat, xudoga shukr. Ha, kayfiyatingiz yo'q. Boya cho'ntagimda pul bor edi, o'shani tushirib qo'yman, aka. O'shanga hozir boydan beri halay yuribman. Ko'proqmidi? Ha, do'kon tovarni pul yetdi, aka. O'shanga. Hashimasmi? Shu, aka. Turishda oyon tegida yotgan ekan. Topib oldim. Tushirib qo'yman dedingmi? Halol ekanda. Mayli, boshqa yo'q qotmang. Rahmat kattakon, Sog' bo'ling. aka. Salomat bo'ling. Adasi, yarim kilo go'sht olib bering. Iftorlikka osh qilib berardim. Go'sht keyingi safar olamiz onasi. Yonimda pulim kamroq edi. Mana seni gapingga kirib berib yuboring. Birovni omonati deding, berib yubordim. Odamgarchilik qilib 100 ming ham tashlab ketmadi. Qilavering, adasi, birovni haqqi edi. Siz bo'lmaganingizda boshqalar ham bergan bo'lar edi. Kim ekan? Assalomu alaykum, Softik. Sherzodjon, yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Sog'ligingiz yaxshimi? Salomatmisiz? Charchamayapsiz? Ichidingmi, nima bo'ldi? Boy puldan kam ko'z chiqdimi? Yo'q, aka, men boshqa masalaga kelgandim. Mana do'konimizning nomidan uyingizga. Voy, ovora bo'libsiz. Yo'q, olib qo'yavering, aka. Olib qo'yavering. Rahmat. Kerak yo'q edi, Yo'q, ovora yo'q, bo'libsiz. xijolatchilik joyi yo'q, aka. Boya do'konda keling bilan suhbatinglarga ozgina qulog'im chalinib qolgan edi. Faqat noto'g'ri tushundingiz.
ertadan xudo xohlasa bizning do'konimizga ish ko'rasiz. O'zim bilan birga ishlaysiz. Keyin mana buni konkurs. Yo'q, keragi yo'q. Xijolatchilik joyi yo'q. Bu oyligingizdan emas. Xijolatchilik joyi yo'q. Qanday bir ro'y keluvdim, hisobdagi salomat bo'lasiz. Ertaga xudo xohlasa vaqtliroq chiqasiz. Ana bolam, ko'rdingmi? Sabrdagi oltin medlar. Olib kela qoshingni onasi. Mana o'lbor oshimiz. O'tir o'zingni. Boshlang ona. Bol olaman. Bismillah. Kelin baraka toping, juda ham shirin bo'libdi. Osh bo'lsin oyijon. Rahmat. Oling.